Xo'p, sotuv darslarini davom ettiramiz. O'tgan safargi sotuvimizga yana bir bor kirib olamiz va bizni sotuvimiz tasdiqlangandan keyin bu yerda avtomatik yetkazib berish battani chiqadi va unga kiradigan bo'lsak, bizda omborxona uchun avtomatik vazifa yaratildi. Ya'ni bizda shu buyurtma uchun omborxonadan vazifa yaratildi. Lekin bizda omborxonada hozir bu mahsulotdan yo'q. O'shaning uchun bu qismini davom ettirish purchase qismida, ya'ni xarid qismida davom etadi. Yana bir ko'rib o'tishimiz kerak bo'lgan qismi mening komissiyalarim qismiga o'tadigan bo'lsak, har bir sotuvdan biz oladigan komissiya narxlarini kuzatib borsak bo'ladi. O'zimizni sotuvimizdan, ya'ni oxirgi sotganimizda, ya'ni sales order 33-raqamdagi MedUnionga sotilganida biz 7.941.840 so'm komissiya olibmiz. Shu va boshqa ma'lumotlar.